Aka, endi ancha yillardan beri siz bilan oldi-berdi qilamiz, aka. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Vaziyat shunaqa taqozo qildi, aka. Bilasiz, aka, vaqti-vaqtida shu paytgacha to'lab kelganman. Endi anu erkak kishini boshiga sinov tushtirar ekanda. Oy 15 yori 15 qorong'i deydi-yu. O'shanga ozgina vaqt yana bersangiz, bir 10 kuncha bersangiz, javob yopib boraman, aka. Va'dalaring ko'payib ketdi desana. Aniqmi? 100 talik, aka. Bu oxirgisi, aka. Ko'ramiz. Ketdi vaqt. Bo'ldi, aka. Bo'pti. Charchama. Assalomu alaykum. Hormay aka, yaxshimisiz? Keling. Ket To'lqin. Assalomu alaykum. Qani o'tir. Maslahatli ish bilan kelgan edim. Xo'p, eshitaman. To'g'risini aytsam, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Xabaringiz bor aka. Sizdan olgan mashinamizni olib biznesga tikdim. Sherigim qisqasini aytsam qulatib ketdi. Xo'p. Birinchi to'lov kuniga aka 5 kun bor ekan. O'shanga issig'ida oldingiz kelgandim. Men bu mashinamni kalti. Ketsa bir 10 mingligi ketadi. Agar siz buni olib qoladigan bo'lsangiz, yana 40 mingni hali beri qilib bera olmayman. Agar yo'q demasangiz aka, shu mashinani sotib, yana o'sha ishimga tiksam, o'zim qilaman. Sizga xudo xolisa ishlab qarzimni uzaman. Aka, faqat sizdan bitta narsa so'rayman. Menga ozgina vaqt bering. Qancha vaqt kerak senga? 1 yil aka. 1 yilda eploliysanmi? Qilib beraman aka, o'zim qilib yurgan ishim. Sherisiz o'zim qilaman. Bo'lmasam To'lqin, gapimni yaxshilab eshit. Senga 1 yil emas, 2 yil muhlat. Kallang joyiga qo'yganda ishingni qil ukam. Aka, 1 yil ham yetadi aka. Shoshmagin. Xotirjam. Kallang joyiga qo'yganda ishingni qil. Boringizga shukr aka. Tushunganingiz uchun rahmat. Aka, hammasini qilib beraman. Iloji boricha tezlashtirishga harakat qilaman. Rahmat aka. Tushunganingiz uchun ham rahmat. Rahmat aka. Mayli, sog' bo'l. Sog' bo'ling aka. Rahmat. Bo'pti. Otabek aka, men bu 10 ming qolgan qarzim. Hammasini olib keldim. Faqat bitta iltimos aka. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Men niyatim faqatgina pulni qaytarish emas, qarzi yaxshilik bilan yopish. Bilasiz, qarzi bor odamni halovati bo'lmaydi. Qo'l oyog'i bog'langan bo'ladi. Na uyquda, na yeganimda halovat bor. O'shanga iloji boricha tezroq yopishga harakat qildim aka. Ha, aytgancha. Aka, yaqinda to'yim. Baxtli bo'ling. O'g'il bola. Bizda nima xizmat endi? Yo'q aka, xizmat yo'q. Kelsangiz bo'ldi. Xudo xolisa, o'zingiz ham billa bo'lasiz, kelasiz aka, billa bo'lasiz. Aka, siz shu paytgacha bitta savol qiynab keldi. Nimaga menga vaqt berdingiz? Nimadan boshlaydi aka? Familiya, ism, otchestvoni yozasiz. Bo'ldi. Emekadan o'tgandan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Kelasi ro'yxatdan o'tgan hammasi. Bo'ldi. Aka, o'zingiz xabaringiz bor, logistika firmam bor. Qo'limda 10-15 ta ishchim bor, yaxshi bolalar. Zo'r planni bajaruvdi. O'shanga karochi rag'batlantirish uchun ularga iPhone olib beryotgandim aka. Ana oyligidan sekin ozgina qilib uzib yuboraman aka. Uyaltirib qo'ymaysizmi, Sardor? Yo'q, nima uyaltiraman aka? Bo'ldi, 20 ta telefon sizga 6 oyga baraka bo'ldi. $6000 dan to'laysiz. Baraka? Bo'ldi, baraka aka. Mana aka tilxat. Baraka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka.